O'rtoqlar, assalomu alaykum. Hormali yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tuzimiz ahvoli yaxshimi? Bugun biz Xudo xolisi zakazlar olgan edik. Bir emas, 3 ta motomizdan inshaalloh baraka qildik. Qattiqsiz 2 oylik motosalonida Xudo xolisi. Birin-ketin bayklarimizga kirib kelyapti akalar. Sizlarni tanishtirib o'taman. Bir emas, 3 ta motomizdan sotdik. 3 xil viloyatga Xudo xolisi. O'rin-o'rin sizlarga to'ldirib bayklar olib kelib qo'ydim. Sekin-sekin obzorlarni boshlayveramiz. Mana DTP bo'lgan moto qo'ydik. Rangi shkaladan qilib berib oldim. 150 km yurgan. Asli narsa edi. Ozgina noxushlik bo'lib DTP bo'lgan. Mana buni Xudo xolisi Andijon shahariga sotib oldik. Xolisini sozakimiz akalar. Mana 4 litali 0 probeg, injektor motor, ABS'lari bor. Juda ham zo'r variant. Bizning V6 modelimizda bo'ladi. 4 litali silindrli. Xudo xolisi buni Rossiyadan turib akamiz zaklab tashlab, Xudo xolisi men o'zlariga bank qilib qo'ydilar inshaalloh. Baykarimiz bor edi akalar, Xudo xolisi. Mana bunisini ham 1700 dollarga baraka qildik. Inshaalloh 1700 ga bunga ham zaklab topib qoldim. Bugun erta kelib olib ketishadi Xudo xolisi. 3-chi mototsiklimiz. Inshaalloh bayklarimizdan baraka qildik. O'rin-o'rin yana taxlashni boshlaymiz. Kimga agar bu 400 talik, 200 talik, ABS bori, yo'g'i. Agarda sizlar ham sotiladigan baykingiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zararmi yonyapti. Uni ham inshaalloh kelishtirib baland narxlarda qo'ldan kelgancha olib qolamiz. Yangi mototsikl, kimda mototsiklga ehtiyoj bo'lsa, 2 oylik obuna bo'lib qo'yinglar. Shkala, kutmagan narxlarda zo'r bayklar bizning kanalda chiqadi. Hammaga rahmat, barchalarni kutib qolamiz. Kelinglar, inshaalloh chiroylisini o'zim qilib beraman.